Assalomu alaykum, rivojini arzonchini qadrli obunachilar, YouTube'da muntazam qo'llab-quvvatlab turuvchi qadrli obunachilar, kanal rivoji uchun har doimgidek video boshlaymiz. Videoda like. Biz shu kanalda mehmon bo'lib, birinchi safar videolaringga chiqib, xudo xolasa kanalda rivoji uchun ham, qalblaringning joy olishi uchun ham xudo xolasa narxlarni yengil-yengil qilib beriladi. Rivojidan bugun xudo xolasa ena bolalardan, qo'zi-qo'chqorlardan, zo'rlardan keyin kanalni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Pullari nihoyatda arzonlari bo'ladi. Bozorda ancha arzonlari bo'ladi. Bittadan shu like ni bosib qo'ysalaring, obuna bo'lish tugmasini bo'lib, birinchilarga yetib boradi. Xudo xolasa anaqa arzon, sifatli nasldor qo'ylarga ega bo'lasizlar. Arzon qo'yib berasiz? Kanalingizda yangimanmi? Xudo xolasa obunachilaringiz yuragida qoladigan narx bo'ladi bugun. Nima bo'ldi? 4.250 dan bu. 4.250. 22 ta. 20 ta. İçida bo'ldi. Bonus dastlabki super vaksinasini qildik aka, og'onga sotgan Alloh barakasi bersin. Mashq qo'ylar iloyim sotganda aka, duo qilib qo'ying, barakasini bersin. Barakasini bersin. Obunachilar bunisini berdim. Aha. Bular oila yoshlari bunga nisbatan sal kichkina. Kichkinaroq. Assalomu alaykum, Rivojdan arzonchi kanalining ashaddiy obunachilari, muxlislari, qo'zi-qo'chqor, ena bola, sovuliq, bo'g'oz, har xil turidan ishqibozlar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz 2026-yil 23-yanvar hafta kuniga juma ayyomi hammalarga muborak bo'lsin deya biz bugungi syomkalarimizni Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'i, ya'ni o'sha mashhur optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'idan Murodjon oshnamizning qo'y fermerlariga kelamiz. Bu yerda ena bola, qo'chqor, bo'g'oz har xil turidan bor deyaptilar. Ularni batafsil sizlarga ma'lumotni berishga obunachilar harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitta like ni bosib, kommentariyaga chiroyli iliq fikr bildirib qoldiringlar obunachilar. Yo'qmasa biz ma'lumotlarni Murodjon oshnamizdan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Rivoj. Murodjon, sizsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Obunachilar, assalomu alaykum barchalaringga. Juma ayyomi muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, siz aziz obunachilar uchun xudo xolasa mana ona bolalarni zo'rlarda olganmiz. Ammo ko'p emas soni 6 bosh, soni cheklangan. Soni cheklangan. Ularni qarang, ichida bir ikkitasi ikkinchi qoringa, qolganlari uchinchi qoringa tuqqan. Uchinchi qorin degani qo'ydi, rosa qaridi degani emas. Eng bolani zo'r beradigan paytiga keldi. Birinchisiga ko'pchilik bolasini kichkina tug'ib qo'yadi yoki boqishga qiynaladi, lekin bularni o'pdi. Nihoyatda tajribasi oshgan payti. Obunachilarga ko'rsatamiz mana bu vajida. Bir qator ko'rsatib qo'yinglar. Qarang, mana ichida qarang, ikkita sog'lig'i bor. Ikkita sog'lig'i bor. Ikkita sog'lig'i bor. Hop, qaysi biri sog'lig aytaymi? Mana shu oyog'i qorasi, arashan sog'liq, keyin uni kattasi turibdi orasida, kattasi. Ana shu sog'liq. Mana shu oradagi, Qolgan mololar, yiltirlar, hammasi hisorlari. Jonivorlar, haqiqiy go'zal ekan, yiltir hammasi. Mana sog'liq ekan. Mana sariq sog'liq, oq. Qarang, qarang. Enasini ham hozir ko'rsatamiz, enasini ham oyog'i oq. Juda go'zal ekan, ikkita orqa oyog'i oq. Yuz garbanos, mana quloq qarang, obunachilar. Mashalloh deb yozib qo'ying, yo'qsa. Buni juda maza qilib. Bu qo'chqor ekan, go'yo ko'rsatganimiz. Mana kattasi sog'liq mana qarang. Bu ikkovi ena bola shikillar mana bu ikkovi. Oq oyoq qarang. Bolani ustiga, yo enasini yilini ham qarangdi. Nihoyatda katta sut ko'p qo'ydi, bolani zo'r. Ko'p ekan lekin haqiqatan shu. Mo'g'lar qo'chqor, mo'g'lar qarang. Rivoji mo'g'lar qarang, qo'chqorlarni. Mo'g'lar qarang. Obunachilar, yoqsa like bosib, mashalloh deb yozib qo'ying. Xo'p, oshna bu yerda soni nechta dona? Soni 6 bosh. 6 dona ona, 6 dona bola, Ichida ikkita sog'liq qolishadi, qolgan 4 tasi qo'chqor bo'ladi. Mana shu qoralari hammasi qo'chqor, vojibmi? Qoralari hammasi qo'chqor, Mana bular qarang. Mana buni endi yashagan. Jonivorlar juda go'zal ekan lekin. Dumbani qarang, hozirda shunday bo'lsa, orasini o'piraveradigan qo'y bo'ladi, rivojda. Xudo xolsa kelajagi bor. Enalarni ham qarang, enalarga ham 40 kun yaxshilab yemini berib, enasiga ham kunjara kiypak erpalardan zo'r berib ishini 30 kun boqsin enasini. Bolasida katta bo'lib qoladi. Enalar hammani qo'shib qo'shib. Bir oyda yana hammasini bo'g'oz qilsa bo'ladi bular. Chunki yemini zo'r bersangiz, bular yem yemagan, dalavashda yem yemagan mana qarang, mana qo'chqor keladi. Arashan qo'chqorchi. Jonivor lekin hammasi go'zal ekan. Bolalari ham bor. Juda bir chiroyli sifat ekan. Odam ko'zi bo'lmaydiganda bolalari ham. Oshna, xo'p, endi buni qarang. Qo'chqormi bu ham? Qo'chqor bu. Haqiqat. Simji bolalar ham yaxshilab e'tibor bersin, obunachilar hammasi simji yiltir. Junihunigi yo'q ichida, qarang. Hammasi rangi ham chiroyli. Hammasi chiroyli ekan lekin. Oshna, buni xo'p, endi bunday qilamiz. Bizni yarim soatlik syomka qilmaylik. Ozgina qisqa qilamiz. Qisqa va lo'nda qilib qilamiz. Xo'p, narx-navosini nech puldan qilib beramiz endi? Hozir narxi 8 milliondan bir joyda kami bor. Chiroyli qilib kamini qilgan. 8 million so'mdan kami bor. Bozorga chiqib buni 8,5 million aytib qordi kunida sovuqlarda oyoqda sovutib turish kerak. 8 milliondan
Hammasini og'amga, oltitasi bir joyga xayri bor. Savdo qilamiz, sen mana qo'limga savdo qilamiz. Bo'ldi. Savdosini qilib qo'ya olaylik bo'lmasa, ha? 2 dan kam berishadi shuna. 7 million 800 ming so'mdan. 7 million 800 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 4 ta qo'chqor, 2 ta sovliqqa olsin. Mendan mana baraka topib sotib vaqt qo'shadi. Bor mana ekan. Rivojidan arzonchidan chiqyapmiz deb telefon qilishsa-chi? O'zi narx yengil obunachilar. Yengil narx qo'ydi. Bu 8 million deb. Yo, yengil, haqiqatdan ona bola sotamiz. Lekin buni bozorga aytsangiz bitta sotish kerak. To'g'ri. Yaxshi tomoni optim sotiladi. Uchinchi yengillikni qilib beriladi. Keng mana. Oshagan qolib. Obunachilar 77 dan bo'ldi. Hammasi bir joyga olsin, bo'ladimi? Gap yo'q. Otangizga rahmat. 7 million 700 ming so'mdan bir joyga bo'lsa ketaveradi. Sovlig'ini agar sovlig'iga o'ziga telefon qilsa, sovlig'ini ajratib, sovlig'ini o'zining ajdini savdo qilib beramiz. Qo'chqorga virus bo'ladi, sovlig'iga minus bo'ladi. Plus minusi bor. Ha, 7,5 dan mana qara. 7,5 dan ikkita sovliq bo'lani olsin. 7,5 dan ikkita sovliq bo'ladi. Qo'chqorlarni borish 78 dan berasiz. 77 dan. 77 dan. Ha. Otangizga rahmat. Qarang, menga qarang, optim bir joyga olamiz deysiz, endi optim misol uchun, rivojidan arzonchidan chiqyapmiz deb telefon qilishsa, o'shani o'tib beradigan joyi bor. O'tib berasizmi axir? Aytganingiz bo'lmaydi, magazin emas. To'g'rimi? Yana duo qilib qo'yasizlar. Xursand bo'lsalar mana maydajda rivojini ama kecha sotmaganman to'g'risiga. 7,5 dan bermaganman. O'g'il bola kanalingiz rivoji. Yo, aytdingiz, mana u 8 dan bo'lsa beraman deganman, 7,5 kasandan kelib savdo qilishga bermaganman. Bu 7,5 dan hammani bir yerga qoldi. Otangizga rahmat, obunachilar. Lekin zo'r bo'ldi, haqiqiy arzon bo'ldi, obunachilar tavsiya qilaman. Lekin odam nesa qiladi. Monolar rivojidan qarang, bo'g'oz qo'ylar bor. Bo'g'oz qo'ylar tuv bunday bo'lguncha bular o'zi 3,5 million, 4 million chiqarib qo'yadi. To'ppa-to'g'ri. Hash-pash degancha enasini tagida yursa bor-ku. Ana mana degancha bir oyda o'zi katta bo'lib qoladi. Obunachilar tavsiya qilaman, zo'r narx bo'ldi. 7 million 500 ming so'mdan bir joyga olgan odamga dastlabkamiz qayergacha endi? Rivoji telefon qilishsa, dastlabkasi shu paytgacha muammo qilmaganmiz. Uka oldim deysa, chiroyli qilib dastlabkilarni qilib, olib borib o'sha gardoyimga yebishlarga 3 kun sinovlarni. Dastlabkasida muammo telefon qilishsin, behijolat. Obunachilar telefon qilinglar. Ishlaring bitadi, xudo xolasa. Yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda qo'ya olamiz degan maqsadda telefon qilsalaring bo'ldi. Akalar mana ikkinchi partiyasini boshladik. Ikkinchi partiyasiga soni nechta oshna? Rivojidan soni 10 dona. Soni 10 dona. Zo'rlaridan, kashtanglaridan zo'rlardan terib kelgan. Bularning oylik yashlari ham zo'r do'st. Bu yemini yeb turgan shekilli oshna? Bayo yemini yeb turgan. Mana qo'ylarni bir qota ko'rsatdik rivojidan. Kashtanglariga kashtanglar mana rivojidan. Hisorizdan deganlarga hisor haqiqiy zo'rlardir. Yirik qo'chqorlar ekan lekin. Yirik qo'chqorlar. Ujubat o'zini o'zi yo'q. Bog'lar siyg'anyapti. Tiymanglar. Oyoq siyg'anib ketyapti. Mana qorda siyg'anib ketyapti. Obunachilar qor bo'lsa ham lekin sizlar uchun harakatdamiz. Oshna buni hop yosh oyligini nechiga beramiz? Yosh oyligini 11 oylik qolishi o'sha rivojidan, chunki ko'pini tishini ko'rdim, tishi o'ta darajada orasi ochilib qolganda. U degani где-то bir 2 oy qolmaydi. Birida oydan o'tib tish buzib qoladi. 1,5 oy 2 oyda tish buzadi. O'sha taxminiy 11 oylik deyapman. Bo'yni bir qator o'lchab ko'rsatib qo'yamiz. Metr. Bo'ldi, bo'ylarini ham o'lchab ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bemalol. O'lchidan tayyorlatmas mana. Bo'y shunday ushlaymiz. Bo'yni o'lchaymiz mana. Badanni ham qaramana. O'zingizlar bunday ushlab ko'ring badanni. Badani dahshat. Qani? Hozir haqiqatan bor, obunachilar lekin xotirjam bitta ehsonni o'tkazaveradi. Ha, do'st mana. Badan semiz ekan. Qo'llar bor mana, do'st. Necha? Mana yerdan balandligi 80 sm. Do'st, mana bunisini ham ko'rsatib qo'ying mana, bu qana. Yerdan balandligi 80 kilo. Do'stim qara, buni ichida 75 sm lik qo'zi yo'q. 80 ga olishaversin bu. 80 ga olishaversin, ha? Sonda terib qo'yganman, do'st. Bu eng legendarni zo'rlari mana shu. Eng zo'rlari shu, ha? Bunisini nech puldan qilib berasiz bunisini endi? Bunisini bizga yo'q bo'lsa bunisidan mana o'zi shayda savdosi bo'lib qoldi. Mana mono qo'ramizdan ko'rsatib qo'ying. Mono qo'ramizda 22 dona qo'chqarimiz bor mana. Bunisini syomkaga chiqmasa sotilib ketib qoldi mana. Obunachilar syomkaga chiqmasa sotilib ketib qoldi mana. O'zimiz Namangan viloyatida, shu o'zimiz To'raqo'rg'on tumani, Kalva qishlog'iga mana dehqon akalarimiz kelib, o'zlari realni ko'rib savdo qilish. Aka, o'zlari narxini aytinglar mana, halol fakasi mana. Aka, nech puldan? Kattaroq. Endi hammasi ham narxida. Narxida to'ppa-to'g'ri. Oshna buni narxini nech puldan qilib beramiz? Narxi yengil. Soni 10 dona. Bir joyga oluvchi obunachilar. Hop 5 million emas. Hop. 48 emas, 47 dan. Bo'ladimi? 47 da? 4 million 700 ming so'mdan 10 tasi bir joyda. O'tib beradigan joy. Keng. Dastlabkasi bor. Hop, dastlabki akalarga qilib bergandek qilib beraman, xudo xolos. Bo'ldi, hop. Menga qarang, 10 tasini bir joyga oldim uka. Rivojdan arzonchidan chiqyapman desa nech pul? berishadi, bo'ladimi? Yo, mayda chuyda qilma. 46 dan bo'ldi. 4 million. Mana o'g'il bolaga qarang. 46 buni ichida sotmaga qo'yib ko'rsatdim. Mana qo'y, mana mana kashdan qo'y ichidan chiqariladi mana. Mana kashdan qo'ylar. Mana boshlab bermaganlar. Dangil.
48 so'ba qildi bo'ladi mana. 48 so'ba qildi. Endi Optimga bir joyga 4.600 mingdan ketaveradi. Ichida mashlar ketadi. Buni qarang, mabodo shu tella olamiz, 5 tutadi deyishdan hech puldan qilib berasiz. Mana. Jonivorlar go'zal ekan. Bo bermagan narxi 47 dan berishadi. 47 dan tella olishaveradi. 4.700 dan bo'lsa tella olishdi. Agar bir joyga olaman deganga 46 dan dastavkasi uzoqqa gapirmaymiz. Xo'p, qayergacha qilasiz? Toshkentgacha qilamiz. Toshkentgacha dastavkasi bepul bo'ladi. Ayriliq kelishyapmiz. Yo'lda obunachilar ichki tashqi tarazidagi emlashga ukurni men qilib beraman. Olib borib dehqon 3 kun sinab oladi, yeb ichishga. Endi uyda yeb ichib turibdi. Bu narsa valosi sichjon. Yemagani, ichmagani videoda zapis qilib qo'yishdi. Menga ter. bo'ldi. 4.600 dan berishdi. Obunachilar tavsiya qilaman, olinglar. Yaxshi narx bo'lyapti. Mana o'zimizdan ham kelib obunachilar olishyapti. Videolarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr, to'g'ri tushunasa, qo'llab-quvvatlab, podeshkada bo'lib turib, laykni bosib, kommentariyaga chiroyli iliq fikrlaringni bildirib qolishni unutmaysiz. Obunachilar, ketingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.